30-may kuni Ostona shahrida Markaziy Osiyo Italiya birinchi sammiti bo'lib o'tdi. Unda Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qosim-Jomart To'qayev raisligida o'tkazilgan tadbirda Italiya Respublikasi bosh vaziri Jorjina Meloni, Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Sadir Japarov, Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon va Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov ham qatnashdilar. Sammitda savdo, sarmoya, energetika, ekologiya, transport, logistika, ta'lim va fan kabi sohalarga oid masalalar muhokama qilindi. Sammit yakunlari bo'yicha qo'shma deklaratsiya qabul qilindi. Ostonada bo'lib o'tgan sammitda Markaziy Osiyodagi nodir metall konlari bo'yicha barcha tegishli ma'lumotlarni jamlaydigan mintaqaviy tadqiqot markazini tashkil etish tashabbusi bildirildi. Italiya mintaqadagi o'z mavqeini mustahkamlash, resurslar va bozorlarga kirish va Yevropa ittifoqiga tashqi iqtisodiy strategiyasining samaradorligini namoyish etish uchun yangi imkoniyatga ega bo'ldi. Italiya savdo-iqtisodiy aloqalarni global qayta qurish fonida Markaziy Osiyoda faol rol o'ynash niyatida. Bunga Jorjina Melonining birinchi marta Markaziy Osiyo Italiya sammitidagi ishtiroki yaqqol dalolatdir. Benito Mussolinining vorisi, Italiyalik Birodarlar partiyasi rahbari Jorjina Meloni hamkasblari orasida birinchi bo'lib, 2023-yilda Yevropa qadriyatlari musulmon qadriyatlariga mos kelmasligini ochiq e'lon qilgan edi. Meloni o'zining Italiyalik Birodarlar partiyasi festivalida so'zlagan nutqida islom madaniyatiga Yevropada o'rin yo'q. Men islom madaniyatining bizning sivilizatsiyamiz qadriyatlariga mos kelishi bilan bog'liq muammo borligiga ishonaman dedi. Bugun islomdan nafratlanadigan bu ayol musulmon Markaziy Osiyo davlatlarining boyliklarini qo'lga kiritishga harakat qilmoqda. Bu mintaqadagi hokim malaylar unga yordam bermoqda. Bu malaylarning yagona tashvishi o'zlarining shaxsiy manfaatlariga erishishdir. Bu ochko'z mustamlakachilarning oyog'ini sindirib, ularni islomiy yurtlardan quvib chiqarish, musulmonlarni, ularning ziyoratgohlari va boyliklarini himoya qiladigan islom davlatining vazifasidir.